hozir ko'rib turgan bolachamiz Usoma 8 oylik. Usoma gidrosefaliya va ko'z retinopatiya kasalligi bilan kasallangan. O'zini tutishi ham qiyin. 8 oylik bo'lishiga qaramasdan 3 ta operatsiyani boshdan o'tkazgan. Va 3 ta operatsiyani boshdan o'tkazish oqibatida bir ko'z gavhari olib tashlangan va bitta ko'zi ko'rmay qolgan. Usomaning ota-onalari bor budini sarflab 3 ta operatsiyaga yetadigan pulni qilishgan. Hozir ozgina qiynalib qolishgan. Mana ko'rib turibsizlar, o'zimiz kelib ko'zimiz bilan ko'rib, rostdan ham yordamga, ehsonga muhtoj oila, sog'lom, siz u bizni boshimiz bilan boshi baravar bo'lib qolgan va bu o'sishdan to'xtamayapti. Oxirgi operatsiya uchun 50 million miqdorda mablag' kerak. 1000 so'mmi, 5000 mi? Ehson qila olmasangiz mana shu videoni ehson qila oladigan odamga yuborib yordam qilishingiz mumkin. Bee'tibor qoldirmasligingizni iltimos qilaman. Agar mana shu videoni ko'rayotgan shifokorlar, asl mana shu kasallikning mutaxassislari bo'lsa, direktga menga aloqaga chiqsanglar, men o'zim shaxsan oldinglarga olib boraman. Agar ehson sifatida davolashga yordam bersanglar, boshimiz osmonga yetardi. Hamma tashxis, analiz javoblari, doktorlarning ko'rigi, qog'ozlari, hamma narsasi bor. Ishonchli videomiz bee'tibor qolmaydi degan niyatdaman. Azizlar, qo'limizdan kelgancha yordam qilaylik. Mana shu jajji Usomamizni hayotini saqlab qolish uchun siz u bizni Allohim sababchi qilgan bo'lishi mumkin.